Assalomu alaykum hammaga. Men Germaniyadan to'liq ketdim. Ya'ni Germaniyadan O'zbekistonga to'liq qaytib keldim. Nima uchun keldim? Nega aynan O'zbekistonga qaytib keldim? Buni sizlarga to'liq mana shu videoda tushuntirib beraman. Bir boshdan boshlasak, 2024-yilning boshida, ya'ni mart oyida men Germaniyaga Ausbildung qilish uchun borganman. O'sha paytlarda borganimda C1 darajasi bor, ya'ni menda testavdan deyarli C1 va men Zahnmedizinga Ausbildung qilgani borganman, ya'ni tish doktorligiga va u joyda bir oy Ausbildung qilganman. Ausbildungni ko'rganman, ish jarayonini ko'rganman, patsientlar bilan ishlaganmiz va bu narsa, ya'ni bu tibbiyotda yurish kimlargadir yoqadi, lekin bu meniki emasligini bir oy ichida tushundim va may oyida Ausbildungni kundigin qilish, ya'ni Ausbildungni bekor qilish qaroriga keldim. Ausbildungni kundigin qilgandan keyin hayotim juda ham qiziqarli va stressga boy bo'ldi. Bir Germaniyadan ketmoqchiman. Uydagilar nima qilyapsan deb bosim qiladi va uydagilar bilan oxiri gaplashdim. Men uydagilarga aytdim, ota-onamga, ya'ni vaqt beringlar, menga 6-7 oy vaqt beringlar, o'zimga kelib olib, o'zim yo'lni topib ketaman dedim. Uydagilar o'sha payt meni qo'llab vaqt berishdi va yozda, to есть 2024-yil yozda Science-Tech Hochschule imtihonini tayyorgarlik ko'rib topshirdim. Undan keyin Student kollejga tayyorgarlik ko'rdim va o'sha winter semestrga tayyorgarlik ko'rib hujjatlar topshirmoqchi bo'lganimda hujjatlarimni yo'qotib qo'ydim. Qayerda? Sayohatda yo'qotib qo'ydim. O'shandan keyin yana bir marta Student kollejdan qolib ketdim. Keyin C2, to есть Goethe-ga tayyorgarlik ko'rib C2 olish qarori keldi va yana universitetga hujjatlar tayyorlab kirish qarori keldi. Va shundan keyin C2 Goethe-ga tayyorgarlik ko'rdim va C2 Goethe-ni oldim. Ya'ni bu yil C2 Goethe-ni oldim va undan keyin to'liq Germaniyadan o'zimizga qaytib kelish qarori keldim. Nima uchun bu qarorga keldim? Nima uchun Germaniyadan to'liq qaytib keldim? Buni videoning oxirida aytaman. Endi Germaniyada holatni aytib o'taman. Ya'ni Germaniyada menga yoqqan va yoqmagan tomonlari. Germaniyani menga yoqqan tomonlardan boshlayman. Birinchisi, tabiati juda ham zo'r. Havo toza. Sababi u yoqda namlik yetarlicha bo'lgandan keyin yog'ingarchilik ko'p bo'ladi va o'sha sababdan yerda namlik zo'r va daraxtlar o'sadi, hamma joy yam-yashil va havo toza. Ya'ni tabiati yaxshi. Ikkinchi Germaniyani menga yoqqan yaxshi tomoni davlat o'qishlari sifatli, birinchidan, ikkinchidan bepul. Ya'ni davlat universitetda o'qishlar Amerikadagi, Angliyadagi top universitetda o'qishlar bilan raqobat qila oladi va bepul. Bu Germaniyani bitta yaxshi tomoni, chunki siz qimmat kontrakt to'lamaysiz. Ya'ni semester beitrag bor, ya'ni 6 oyda bir marta to'laysiz. Adashmasam, u 350-250 yevro atrofida, ya'ni unchalik ko'p pul emas. Ya'ni asosan bizda kontrakt ularda yo'q. Ya'ni hamma davlat tomonidan bepul o'qiydi. Bu zo'r. Uchinchi menga yoqqan tomoni Ingenieur Wissenschaft, ya'ni injenerlik, muhandislik va meditsin, tibbiyot juda ham Germaniyada rivojlangan. Sababi yiliga Germaniya o'sha juda ham ko'p pulni tibbiyotga sarflaydi, aynan o'qishga, aynan o'sha tibbiyot zamonaviy uskunalarni olishga. Va Germaniyaning uchinchi yoqqan tomoni, Germaniyada o'rta qatlam bor. Ya'ni o'rta qatlam nima degani? Universitetni bitirgan, to есть bakalavriatni bitirgan, deylik, shifokorlar, o'qituvchilar va o'sha injenerlar o'rta qatlam juda ham, ya'ni yaxshi yashashadi, juda ham yaxshi emas, o'ziga yarasha qiyinchiliklar bor, lekin o'sha olgan oyliklari u yoqda yashashga yetadi va o'sha juda ham ko'p stressli ish emas, ya'ni ishda aniq soati bor va oyligi ham shunga yarasha, ya'ni oyligi yaxshi. Bu uchinchi yaxshi tomon. To'rtinchi yaxshi tomoni, Germaniyada infrastruktura ancha yaxshi, ya'ni o'zlaringiz bilasizlar, Germaniya rivojlangan davlat va shu sababdan infrastruktura anchagina yaxshi. Mana shu menga yoqqan to'rtta tomoni. Bundan ham keng yoritib bersa bo'ladi. Ya'ni yana keng maqtamoqchi emasman, asosiylarni aytib o'tdim. Xo'p, endi Germaniyada menga yoqmagan minus tomonlari, buni hamma kutadi. Hamma so'rashadi, Germaniya minuslar bormi? Nima minuslar bor o'zi Germaniya? Germaniyada o'zi ko'p bo'lmadim va Germaniya minus tomonlari nimada? Birinchi o'rinda qog'ozboz, ya'ni o'tda ham byurokratiya ko'p. Ya'ni bankdan karta ochish uchun bir dunyo qog'ozlar to'ldirishingiz kerak. Anmeldingiz bo'lmasa hech narsa qila olmaysiz. Oddiy sim karta olishingiz uchun ham bir dunyo qog'ozlar to'ldirishingiz kerak. Xullas kalom, qog'ozbozlik o'ta ham, ya'ni ishlaydi, amal qiladi va o'sha qog'ozbozlik rivojlangan davlat desa ham bo'ladi. Bu birinchi menga yoqmagan tomoni. Ikkinchi minus tomoni, bu albatta o'zlaringiz biladigan soliq.
boshqa davlatlar bilmadim. O'zimizga solishtirganda, ya'ni O'zbekistonga solishganda Germaniyada soliq ko'proq va u soliqda ham turlari juda ham ko'p. Umumiy olganda Germaniyada ko'proq soliq to'lanadi agar sizda oilangiz bo'lsa, lekin u to'lagan soliqlaringiz asosan o'sha Rente Versicherung, Pflegeversicherung va Krankenversicherungga ketadi. Bularni Germaniyaga borganingizda o'rganib olasiz. Germaniyadan ketishimdan oldin nima ishlar qilganman, nima ishlarni qilishim shart bo'lgan, o'shalarni aytib beraman. Birinchi qilgan ishim fitnessdan shartnomam bor edi, 1 yillik, ya'ni FitXga qatnardim. FitX fitness zallari bor, butun Germaniya bo'yicha tarmoqlashgan va o'sha zaldan 1 yillik Vertrag oldim. O'sha Vertragim deyarli 8-9 oy bo'lib qoldi. Yana 3-4 oy bor tugashiga. O'sha Vertragni 1 oy oldindan bekor qildim. Ya'ni ketayotganimdan 1 hafta 10 kun oldin Vertragni bekor qildim. Ya'ni ketayotganimdan, to есть ketayotgan kunim avgust boshida bo'lsa, men Vertragni iyulni boshida bekor qildim. Xullas, avgust boshida men chiqib ketaman Germaniyadan dedim va Vertragni bekor qildim. Chunki Vertragni bekor qilmasa, u shtraf yig'ilib qoladi. Ikkinchi bekor qilgan narsam bu sim karta Telekomdan, ya'ni Telekomda adashmasam, Telekomdan meni 1 oylik tarifim bor edi va unga har oy to'lab turardim. O'shani men kundugun qildim. Ya'ni u 1 yillik emas, u 1 oylik edi. Lekin uni ishlatib kelardim har oy pul to'lab va o'shani kundugun qildim. Uni ham kundugun qilish kerak, shartnoma bilan olganman. Va uchinchisi ijara shartnomasi Mietvertrag. Mietvertragni ham kundugun qilib keldim va Mietvertragni ketishimdan 3 oy oldin eslatib qo'ydim. Sababi ijaraga odam topish uchun, ya'ni biz ijara shartnomasini tuzayotganda 3 oy oldin ketishini oldin ayt deganda, o'shani aytdim. Xo'p, 4-kundugun qilgan narsam nima? O'sha anmeldinglardan, qolgan narsalardan hammasini chiqarganman va bank kartamni o'chirish, ya'ni bank kartamni ham o'chirganman va Deutschland Ticket, Deutschland Ticketni ham bekor qildim. Sababi Deutschland Ticketni ham kundugun qilish kerak, chunki agarda kundugun qilmasdan, ya'ni bekor qilmasdan shartnomani bu yoqqa qaytib kelsak O'zbekistonga, u yoqda pullar yig'ilib, u bizga katta shtraf bo'lib qaytib keladi. Ertaga kelajakda Germaniyaga borganimizda muammo bo'ladi. Ya'ni bu Germaniyadan kelayotganimda bekor qilgan narsalar. Endi nima uchun Germaniyadan qaytib keldim? Ya'ni sababi nima bo'ldi deslaring? Sababi men yosh masalasi, ya'ni yoshim ham 25 yoshga to'ldim va u yoqda men o'qishni boshlasam anchagina vaqtim ketadi. Sababi 1 yil shtoyinkolik, 4 yil o'qish va 5 yil, ya'ni men 30 ga kiraman. Va qaytib kelganimda asosiy sabab men nemis tilidan dars bermoqchiman, chunki dars berishda menda qobiliyat bor, ko'nikma bor va nemis tilini oz bo'lsa-da bilaman va o'sha bilganlarimni boshqalarga oson o'rgata olaman, ya'ni bilgan narsamni oson boshqa odamga o'rgata olaman. Shu sababli qaytib keldim. Birinchisi yoshim va ikkinchisi nemis tilidan dars berish uchun va uchinchisidan o'zimizda ham imkoniyatlar bor. Yo'q emas, muammolar bormi? Albatta bor, yetarlicha bor. Imkoniyatlar bormi? Bor, chunki davlat rivojlanyapti. Rivojlanayotgan davlatda imkoniyat keng bo'ladi. Rivojlangan davlatga nisbatan hammaga har xil va o'sha imkoniyat, ya'ni o'sha meni o'zimga kerak bo'lgan imkoniyatni topdim va shu sababli qaytdim. 3 ta sabab: yoshim, nemis tilidan dars bera olishim va nemis tilini bilishim va rivojlanayotgan davlatda imkoniyat ko'rganim. Xo'p, endi bloglarga kiradigan bo'lsak, Instagram blogim, Telegram blogim, yo'qmasam YouTube blogim to'xtab qoladimi? Nima bo'ladi desang, yo'q, to'xtab qolmaydi. YouTube'im asosan nemis tilini o'rganish, B1-Stelk, B2-Stelk, C1-Stelk, C1-Goethe, C2-Goethe, B2-Goethe, B1-Goethe imtihonlarga zo'r tayyorgarlik ko'rishga videolar chiqarib boraman. Ya'ni har oyda xudo xohlasa YouTube'da bitta foydali video chiqarishga harakat qilaman. Deylik, birinchi oyda B1-Goethe bo'lsa, ikkinchi oyda C1-Goethe bo'lishi mumkin. Keyingi oyda deylik B2-Telk, keyingi oyda C1-Telk bo'lishi mumkin. Xullas kalom YouTube blogim ham davom etadi, foydali videolar chiqadi va men Germaniyadan to'liq Toshkentga ko'chib keldim. Shu yergacha eshitib kelayotgan bo'lsalaring, hammalaringga rahmat. Ketkizgan vaqtlaringga rozi bo'linglar va bu narsani men sizlarga ochiq-oydin aytib qo'yish uchun aynan mana shu video kontentni tayyorladim. Xudo xolasa keyingi sonida biz Germaniyada Berlin shahrida top 1-o'rinda turadigan, meditsinada, amaliy tibbiyotda 1-o'rinda turadigan Charité universitetida o'qiyotgan vatandoshimiz bilan bo'lgan videoni chiqaraman. Ya'ni intervyu hamma joyda ko'rsatganmiz va ular hammasini tushuntirib bergan. Qarshimdagi Germaniyada tibbiyot yo'nalishi bo'yicha 1-o'rinda turuvchi Charité universiteti. Bugungi intervyumiz aynan mana shu universitetda o'qiyotgan qorako'z o'zbek talabasi bilan bo'ladi.
Xudo xolasa u intervyularni ham, qolgan kontentlarni ham biz chiqarib boramiz. Hammalaring sog' omon bo'linglar.